balki men hech qachon ular his qilgan jealous qanaqadir xafalik, nafrat, ich-ichidan chiqayotgan nafratni his qilmasman, lekin shunaqa sharmanda bo'lgandan keyin, o'sha odamlar uni ustidan o'sha kulgandan keyin yana bir marta tarbiyasini mana shunaqa gaplar bilan ko'rsatib qo'yadigan darajada qanaqa jahl, nafrat ichida bo'lish kerakki, qanaqa hayot yashash kerakki deb shuni o'ylanib qoldim. Bir tarafdan men hissiy sezgir odamman, ya'ni tez xafa bo'laman, tez xursand bo'laman, achinaman, mana shunaqa narsalar bormanda. Ba'zi tarafdan kulgim kelyapti. Shuncha narsadan keyin mana shunaqa narsalar gapirayotganiga, o'zini qanaqadir zo'r tarafini ko'rsatmoqchi jahl bilan. Bir tarafdan esa achimonman. Qanaqa darajada odam bo'lish kerakki, aqlsiz demoqchi emasman-u, lekin sal yomon gap gapirolmayman-da, sal agar odam o'zini rivojlantirsa, ko'proq kitob o'qisa, o'zini ustida ishlasa, odam birovlarga bunaqa negativlik bildirmaydi. Hech qachon 3 ta tug'asimi, 10 ta tug'asimi bu degan sizni qorin qo'yib, anaqa sevib ketishingiz mumkin degan emas. Men ko'rinishga haqorat qilmayapman. Ular menga shunaqa gap gapirgandan keyin, semiz mana shunaqa qorin haqida gapirgandan keyin o'zini oqillagan men 3 ta bolam bor bo'lgani uchun meni qornim katta deb gapirganman. Shuning uchun semizman degan. Kommentarda o'zida yozgan. Ammo hech nima demaganman. Okey deganman. Farqi yo'q. Xolos yolg'onmi, xolos semiz bo'l deganman, aralashmaganman. Agar ular mana shu narsa bilan o'zini oqlamoqchi bo'lsa, men farzand tuqqanman, bo'lsangiz bo'lishga haqqim bor degan bo'lsa, meni onamni ko'rishinglar mumkin. Meni onam 5 ta farzand tuqqanlar. Mendan ozg'inlar. Bu hech qachon sizga bahona bo'la olmaydi, o'z rivojlanmasligi uchun, o'z taningizni saqlamasligi uchun take care o'zbek tilida. Короче, take care qilmasligingiz uchun.